2020-yilda ishlab chiqarilgan 72 ming kilometr masofani bosib o'tgan Tesla avtomobili 72 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Kraska sepilgan detallari bor, bitta ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Ozgina sepilgan joylari bor ekan. Kapot, krilo eshiklarida ko'rdim. Bitta ko'rib, proverka qilib tekshirib olsangiz bo'ladi. Lekin yurgan probegi zo'r. Xo'p, dual motor, performansi 4 ta yaxshi balon taqilgan, balonlarning holati ham yaxshi. Bitta polirovkali ishi bor mashinani. Bitta qarab olsangiz yana ham chiroyli holatga keladi. Salonlarning sosteniyasi, ko'chalarining holati yomon emas. Yurmasdan yo'ldan olib kelishdi mashinani. Xo'p, 72 ming kilometr aytganimdek masofani bosib o'tgan ekan. Dual motor, mana performansi 72 ming yurgan mashina. Bittadona mana shu orqa oynasida singan joyi bor ekan, mana shu narsa tegan ekan, shunda dars ketgan joyi bor. Shuni bitta zamin qildirib olsanglar bo'ldi. Xo'p, panoramalari, tepalari, bu yoqlari butun holatda turibdi. Olib maza qilib haydashingiz uchun 15 ming 900.